Xitoy Sharqi Turkistonda qabri ustidagi hilal oy belgilarini elib o'tish haqida uqtirish chiqargan. Xitoy yaqinqi yillardan beri Sharqi Turkistondagi masjidlarning ustidagi hilal oy belgilarini cheklab oldirib o'tgan edi. Bu yil Xitoy yangi yilda yangi bostirish tadbirlarini o'tirg'a chiqarib, islomning belgisi, islomning simvoli bo'lgan oy yulduz belgisining Sharqi Turkiston xalqining maziri ustida turishiga chidab tura olmadi. Xitoy doiralari qabri ustiga tiklab qo'yilgan oy va yulduz belgilarini elib etishga uqtirish qilgan. Hamda Sharqi Turkistonning bir qism rayonlarida o'lim yetimlarda meyitni yuyib yerlikka qo'yish xizmatlarini qildigan kishilarni tutganligi va atalmish tarbiyalash lageriga qamaganligi oshkorlandi. Najmuddin Erbaqan vafot kechisiga tayyorlik faoliyatida Sharqi Turkistonning ahvoli tunishtirildi. 21 fevral Erbaqan vaqfida 3 mart o'tkaziladigan mashhur siyosiyon marhum Najmuddin Erbaqanning vafoti kechisining tayyorlik faoliyatida Sharqi Turkistonning vaziyat ahvoli tunishtirildi. 3 mart mashhur siyosiyon injener Turkiyaning hozirgi holatga kelishiga zo'r to'kpilarni qo'shgan marhum Najmuddin Erbaqan vafotining 7 yil bo'lgan kuni. Mazkur xotira kuniga tayyorlik uchun o'tkazilgan faoliyatda Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatullo O'g'izxon so'z qilib, marhum Najmuddin Erbaqan Turkiyaga rais bo'lgan davrda Pokiston hukumati Pokiston universitetida o'qiyotgan yuzlarcha Uyg'ur o'quvchini Xitoyga o'tkazib bermoqchi bo'lganligi. Marhum Najmuddin Erbaqan Turkiyada yig'iniga qatnashayotgan Pokiston raisi Navoz Sharif bilan Pokistondagi Uyg'ur o'quvchilar masalasi haqida ko'rishib, Uyg'ur o'quvchilarni Xitoyga o'tkazib berishni to'xtatganligini eslatib o'tdi. Hamda bugungi davrda Xitoyning Sharqi Turkistonda elib berayotgan chekdan oshgan bostirishini tunishtirib o'tdi. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatidan bir hay'at xalqaro Hasana vaqfini ziyorat qildi. 21 fevral Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatullo O'g'izxon, jamiyat muavin raisi Musajon Ar, shundaqla jamiyat bosh kotibi Abdul Ahad Abdurahmon, jamiyatning ijtimoiy yordam ishlarining mas'uli Kerem Qari qatorliqlardan tashkillangan bir guruhga xalqaro Hasana vaqfining Turkiyada turishliq sho'basini ziyorat qildi. Ziyoratda Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati bilan xalqaro Hasana vaqfi o'ttirisidagi hamkorlik, shundaqla Sharq Turkiston masalasi va bu masalada hamkorlikni davomlashtirish haqida vaqfi raisi Ömer Söyleyen o'g'li bilan fikr almashtirildi. Ziyorat oxirida Sharq Turkistonning hozirgi vaziyatini tunishtirish bilan birga Turkiyada yashayotgan Uyg'ur muhojirlarining qiyinchiliklari va saqlangan masalalar tunishtirildi. Amerika elchixonasi bomba hujumiga uchradi. 22 fevral Turkiya Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Qaradag'ning poytaxti Podgoricada noma'lum bir kishi yarim kechada Amerika elchixonasiga qo'l bombasi otgandan keyin badaniga tengib olgan bomba bilan o'zini qo'shib portlatgan. Qaradagh hukumati hujum haqidagi tekshirishlarning soqchi va taftish organlari tomonidan davomlashayotganligini bildirgan. Amerika elchixonasi bayonotchisi Jeff Adlermo Qaradagh axborotlariga e'lon qilgan bayonotida hujum qiluvchining kimligini aniqlash uchun soqchilar bilan hamkorlik ichida xizmat qilayotganligini bildirgan. Asad hokimiyati terrorchilar bilan savdolashib kelisholmadi. Turkiya Cumhuriyeti Bosh ministri yordamchisi Bakir Bozdagh Anatoliya agentligi muxbirlarining kun tartibga aloqador savollarga javob berib, Turkiyaning rayondagi terrorlik tashkilotlari va bularning terrorchilari bir taraf qilinib bo'lg'ucha kurash qilishni davomlashtiradiganligini, agar Afrinda hokimiyat kiyim almashtirib, YPG, PYD qiyofatida Afringa kirsa, ularmo nishonga elinadi. Qurolliq kuchlar kirsa, ularmo qat'iy farqlantirilmaydi. Qandaqli bir guruh bu terrorlik tashkilotlarining yanida Turkiya armiyasiga qarshi safda turib jangga kirsa, ular bizning zarba berish obyektimizga aylandi dedi. U so'zida yana Suriya hokimiyati bilan YPG, PYD, PKK orasida Afrin masalasida elib berilgan savdolarda kelisholmaganligi haqidagi uchurlarni oshkorlab o'tdi.